İkincisi o'rnatildi, endi uchinchisiga harakat. Uchinchi tumbaga. Seni yo'lingda Mana uchinchisi ham tayyor. Mana ustozdan o'zmagan shagird shagird emas. Ana. Yashang davraga. Mana do'stlar, 4-tumbani ham qo'yilib bo'ldi. Olim aka soldatday bo'lib turibdi-da, soldatday. 4-si ham qo'yildi, endi 5-siga harakat. Ana shunday ajoyib chiroyli chiqyapti degan. Mana bu yoqda Jasur ukamiz reykalarni kesib, qalpoqlarni ichiga joylayapti. Horma Jasur. Charchamayapsanmi uka? Rahmat, rahmat. Hasharaga kelganing uchun rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Plotni qilib ramka yasayapsan ekan-da. Savxozda ustalarning ko'pida yaxshi, ko'pi yaxshi. Bo'ldi, Abid. O'ntaga 12. Ichki ko'rinishi tumbalarda qalpoq qo'yilgan, 4tasi tayyor. Mana 5-siga usta Olim aka harakatda. Rahmat shu akamizga mana bugun vaqtini shu masjidimizga ajratib hashar qilyapti. Yonida Davr aka, ukamiz Jasurbek va ko'rsatdim. Ana shunday do'stlar, inshaalloh bu betlar ham bor, bitta keyinga. Mana 5-si ham qo'yildi hisob. Mana 5-si ham qo'yildi, o'rnatildi. bular barisining xizmati ko'p. Shu olimda sharif olimda mana shu burchakka bu ustini sementdan qilsa bo'lmaymi? Bo'ladi. Bu ustini Sementdan qilib eganda bu ustlarni gipsdan qiladi ustoz. ay ular nuriddin ko'rsa rasm olaverasa